Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Buxoro shahridan, Gorgas territoriyadan ikkinchi qavatdan Dug'saron proyektli kvartira so'ragan obunachilarimizga zo'r kvartirachani taklif qilib qolamiz. Sanuzul qismi to'liq plastik qilib qo'yilgan, unitaz va rakvinlar yaqinga qo'yilgan, hali to'liq ishlatilmagan. Oshxona qismi to'liq dekor plastik qilib bo'lgan. Xonamiz hamma yo'g'i, qolgan devorlari jidka aboylar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Uy razdelni qilingan, Dug'saron proyekti deb o'tdik. Eshiklari Xaytak MDF. Birinchi ko'radigan xonamiz zal qismi. Kirgan devor atrof jidka aboy, patolog qismi anchqo'ri qilingan, infonim remonti. Bu tomoni balkoni bo'lgan, 3/2 bular uyning egalari balkonni uyga qo'shganda, uyni katta holatda tayyorlaganlar. Derazalar almashgan plastika, uyimizda isitish tizimi sentral otopleniyada. Bu tomonda esa spalna qismi. 5,5 ga 3,5 spalnamizni o'zi. Uyimiz balandligi 270. Eshiklari akfa. Oshxona qismi ko'rinishi, kirgandan oshxonamiz derazasi akvaplastika almashgan. Gazlari, moykalari akkurat holatda saqlangan, yangi muzlatgichlar o'rnatib qo'yilgan. Mana shu ikki xona ikkinchi qavatda joylashgan Dug'saron proyektiga bo'lgan kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, manzil Buxoro shahar, Gorgas, Kafe Bahor katta yo'l yoqasida. Narxi $32,400, ya'ni ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi. Plus kvartiramiz 2 lamchi kreditga ham beriladi. 4 qavatli panel dom ikkinchi qavati. E'tiboringiz uchun rahmat.